Baxtsizlikning alomati 5 ta. Baxtsiz odamning 5 ta belgisi bo'ladi. Birinchisi qalbning qattiqligi. Ikkinchisi ko'zning muzlashi. Ya'ni ko'z yosh oqiza olmasligi. Nasihat eshitganda, oyat eshitganda insonda qalbi yumshab, ko'zi yoshlanadigan holatda ham ko'zini quruq turishligi. Uchinchisi hayoning kamligi. Hayoning kamligi insonning baxtsizligiga dalolat. To'rtinchisi dunyoga rag'bat. Beshinchisi orzu umidning uzunligi, ya'ni o'limni eslamasligi.